Bolalar yordamida yuriyman, bo'lmasa bir necha qadamda yiqilib qolishim ham mumkin. U xonadan bu xonaga bolalar yordam beradi deganingiz to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Rahmat sizga. Birinchi kun diagnostika davolab o'tkazib turib kelganimdan keyin ikkinchi kun o'zlaringiz kelasizlar deb aytib keldim, to'g'rimi? Ha. İkinci gün o'zingiz kirib keldingiz, taksidan tushib, zinalardan tushib, katta xonadan o'tib, kichkina xonaga kelib kravatga yotganingiz yolg'onmi, to'g'rimi? To'g'ri. O'z ixtiyoringiz bilan, o'z qo'yishingiz bilan hech kim yordamsiz. Ha. Tushunaymi? Sizni men birinchi kun borib diagnostika qilganda sezuvdim, sizdan qandaydir hid kelaydi, zaharli hid. Bu zaharli hid o'zingizga ham bilinarmidi? Ha, Bilinardi. Rahmat. Ana o'sha zaharli hid ikkinchi davolanishdan keyin tanangizdan yo'qoldimi? Ha. Bu zaharli ter orqali chiqaydimi? Ha. Nechinchi kungi davolanishingiz bo'lishidan qat'iy nazar, men sezib o'tiribman, 3-4 davolanishingiz mayli aytaman, tanangizdan ter, zaharli ter chiqishi o'zi kamayib, hidlanish umuman yo'qolganini sezdingizmi? Ha, sezdim. Necha yil davomida ko'p yillar yaxshi uxlolmasdim, oyog'im og'rirdi, to'yg'anib yotardim, ertalabgacha qiynalardim dedingiz, to'g'rimi? Ha. Hozir nechinchi kun yaxshi onangiz qo'rinda uxlaganda uxlab bilopsiz, umuman maza qilib uyqudan halovat ko'rdingiz. 2 kundan beri. Bu kecha o'tgan kun, shunaymi? Ha. Rahmat sizga. Bundan keyin ham endi uyqungiz yaxshilanadi. Endi sizda hozir qaysi kasalliklar bilan diagnoz qilingansiz? Parkinson yana nima? Parkinson. Yana? Grija disk. Grija disk, og'ir operatsiya yana? Ha. Operatsiyadan keyin 45 kun davomida Toshkent больницасida yotib, asoratlar bilan nima bergan? Yiring bo'lib, infeksiya olgan. infeksiya olib, Temperatura qilib 45 kun. isitma qilib 45 kun yotgansiz. Undan keyin 4-chi kun 3-chi tikilma shuna ochiq qoldirildimi operatsiya jarohatingiz? Ha, ochiq qoldirildi. Iringlar pastga tushdi. Ha, yiringli bo'lgan, ha? Tushunarli. Bu endi qo'pol qilib aytganda omadsiz operatsiya, omadsiz doktorlar qo'liga tushib, sizni tajriba qilishganda shu uchun shunchalik jabrga qolgansiz. Bundan tashqari qancha odamlar, qancha tabib doktorlarga yugurib, biron 10 yil davomida o'zgarish, natija ko'rganmidingiz? Yo'q, ko'rmadim. Ko'rmagansiz, ha? Orqaga qarab kelishni to'xtatib turib, oldinga qarab ketish ishga tushdimi? Ha, işte. 3 kun davomida. 3 kun davomida. Har kun bitta natija olib bilopsizmi? Ha. Nima deymiz? Rahmat. Sizga ham rahmat. Boringizga shukr.